Guliston tumanida aholi salomatligini muhofaza qilish, sanitariya-gigiyena talablariga rioya etilishi hamda xizmat ko'rsatish sifatini oshirish maqsadida Guliston tumani hokimi Olimjon Jo'rayev rahbarligida ishchi guruh tomonidan umumiy ovqatlanish shoxobchalarida o'rganish ishlari olib borildi. O'rganishlar davomida sanitariya holati, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash va tayyorlash sharoitlari, qo'landalarga yaratilgan qulayliklar hamda xizmat ko'rsatish sifati atroflicha tahlil qilindi. Bugun bizni ovqatlanish shoxobchamizga tumanimiz hokimi keldilar va shu bir qator kamchiliklarimizni tushuntirib ketdi va ertaga Xudo xolasa bir kun ichida hammasini bartaraf etamiz. Jumladan Mevazor mahallasidagi ayrim umumiy ovqatlanish shoxobchalarida sanitariya-gigiyena talablariga to'liq amal qilinmayotgani, tozalik masalalariga yetarli darajada e'tibor qaratilmagani hamda xizmat ko'rsatish jarayonida qator kamchiliklarga yo'l qo'yilgani aniqlandi. Aniqlangan holatlar yuzasidan tuman ishchi guruh tomonidan mas'ullar faoliyati keskin tanqid qilinib, mavjud kamchiliklarni zudlik bilan bartaraf etish bo'yicha aniq vazifalar belgilandi.